Assalomu alaykum. Urganch metan servis obunachilari. Tak, Cobalt avtomobilni metan uстановка qilgan vaqtda 90 litrlik balon bilan uстановка qilsangiz, iloji boricha zavодской поставкаdan uстановка qilsangiz, balonni chapmaydi, balona batmaydi. Atak 75-65 ga qo'yaman desangiz, ugonlik поставка bilan qo'ysangiz ham bo'laveradi. Lekin 90 lik qo'ysangiz, обязательно поставка 200 ming so'm turadi поставка. Shu поставкаning pulidan 200 ming so'mdan qochmay, заводской поставка bilan qo'ysangiz, sura qarasa idealni cho'tka bo'lib turadi. Balonni chapmaydi. Samый головni 1-2 haydagandan keyin jik etib ses berib, qamidi bu avtomobilimizda xudo xolasa full komplektatsiyada Polsha İtalya zapchastlar aralash uстановкаларni qilib berdik, почти bo'la geldi. Uстановка jarayonini ko'rishingiz mumkin. Vallahi idealni qilib, cho'tka etib uстановкаларni qilib berganlar. 90 litrlik balonimiz bugungi kunda Cobalt avtomobillari 180-200 km atrofida yurib turibdi. 90 ming so'm, 100 ming so'm bilan bo'ladi. Tak, Malibu 2 avtomobilimiz ham tayyor bo'ldi. Bunga 90 litrlik metan uстановка qilib berdik. Bu Malibu'miz 2lik turbina bo'ladi. Balon qismini ko'rsatib o'taman. Balon qismini keladigan bo'lsak, 90 litrlik Vicor balon O'zbekiston Qo'qonda ishlab chiqariladi. Поставкаlarimiz ham muhokkining заводской поставкаlar bilan mo'shatib uстановка qilingan. Qora lentalar bilan rezinkalar ham обязательно qo'yib uстановка qilingan. Malibu 2 avtomobillari benzin расход qiladi. 100 km 1 litr, 1,5 litr haydashga qarab agressivni haydasangizda 2 litr adam benzin расход qiladi. Pod kapot qismine keladigan bo'lsak, Yevropa gaz brendasida ishlab chiqarilgan bir bilan uстановка qilingan. Injektor Real 2 ohmli injektor oladi, italyanskiy brend oladi. Hech chiqarmaslik uchun metan ham, propan ham обязательно fagovenchadan keladi, ishlatamiz. Kompyuter qismine keladigan bo'lsak, injektor 48 lik blok bilan uстановка qilingan. Kompyuter Polshada ishlab chiqarilgan. Tak, 90 litrlik balonimiz Malibu'da 200 km o'rtacha shaharning ichida yurib boradi. 200 km 2 litr, 3 litr taqdim jolib bas foydasi 4 litr atrofida. Benzin endi 4 litr unchalar bormaydi-da. Endi shunday agressivni aytadi odam bor. Ulardan mo'sh chiqishi mumkin 4 litr. Shuni 200 km atrofida yurib boradi. Uстановкасы примерно 95, 100, 110 ming so'm atrofida bo'ladi metanlik. Xullas, garavarlasizlar, servisimizda ishlarimiz davom ettirdi.